Sadiya, tasavvur qiling, telefoningizga xabar keldi. Unda Urganchdagi aqlli bekat avtobus qachon kelishini soniyalarigacha aniq aytib bera olar ekan. Hayron qolarmidingiz? Aslo hayron qolmasdim, chunki mamlakatimizdagi ilk Smart City, ya'ni aqlli shahar loyihasi aynan Urganchda joriy etilmoqda. U yerda nafaqat ko'cha chiroqlari, bekatlar yoki bo'lmasam svetoforlar, balki gaz va suv tarmoqlari ham aqlli. Juda qiziq, ma'lumotlarga ko'ra, Urganchda joriy etilayotgan bu tizim tufayli elektr energiyasi sarfi 40% ga tejalar ekan. Tasavvur qiling, shahar qayerda chiroqni o'chirib, qayerda yoqishini o'zi hal qiladi. Bu haqiqiy raqamli inqilob demakdir. Navbatdagi lavhamizda kelajak shahriga sayohat qilamiz. Marhamat. Labbay. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ma'lumotingiz? Telefon raqamingiz? Juda yaxshi, 15 ish kun ichida tegishli xodimlar sizga qo'ng'iroq qilishadi. Salomat bo'ling. Urganch aqlli shahar tizimi. Bu hududni rivojlantirish hamda aholi muammolarini tezkor va samarali hal qilish usuli hisoblanadi. So'nggi yillarda Urganch shahri shiddat bilan rivojlanib borayotgan hududlardan biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan Urganch aqlli shahar tizimi bu boradagi harakatlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Aqlli shahar konsepsiyasining eng muhim jihati fuqarolar bilan qulay muloqot tizimini yo'lga qo'yishdir. 1088 qisqa raqamli kol markazga bandlik, elektr, gaz ta'minoti, issiqlik manbai, ichimlik va oqova suv, chiqindi to'plash, obodonlashtirish, boshqaruv servis kompaniyalari bilan bog'liq masalalar bo'yicha murojaat qilish mumkin. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 1-may kuni Urganch shahriga bo'lgan tashriflar davomida bergan topshiriqlarga asosan Urganch aqlli shahar tizimi yaratildi. Nazorat 24 tizimimiz 2 bosqichli bo'lib, birinchi bosqichda topshiriqlar 50% muddat o'tgan paytda bajarilmasa, mas'ulning rahbari va hokim o'rinbosari ogohlantiriladi. Agar 70% muddat o'tgan paytda bajarilmasa, bevosita hokimning o'zi tizim orqali avtomatik xabardor qilinadi va topshiriqlar bajariladi. Tizim murojaatni yuborgan fuqaroning to'liq manzili, telefon raqami, lokatsiyasini aniqlaydi va muammoning mohiyatiga qarab tegishli tashkilotga avtomatik tarzda yo'naltiradi. Mana bu monitor hududlarga o'rnatilgan kameralar hamda innovatsion qurilmalarga ulangan va bu orqali chaqiruv yuborgan fuqaroni kuzatish hamda u yerga mas'ul xodimlarning yetib borishigacha nazoratga olish mumkin. Eng muhimi, bu yerda inson omili ishtirok etmaydi, hammasini sun'iy intellekt bajaradi. Tizimda hozirda Osuda Vatan, Go Urganch mobil ilovalaridan 1088 raqami orqali bundan tashqari 2000 dan ortiq innovatsion qurilmalardan kelayotgan ma'lumotlarni tahlil olib boriladi. Xohlagan turdagi murojaatni bizga telefon orqali shunday rasm yoki videoga olib yuborsa, bizda bu yerda nazoratga kelib tushadi. Bugungi kunda qanaqa murojaatlar ko'proq bo'lyapti? Qanday muammolar yuzasidan chiqishyapti fuqarolar? Asosan kommunal soha tizimi bilan bog'liq muammolar ko'p bo'lyapti. Masalan, chiroq o'chishi, uyda yoki avariya holatlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda murojaatlarimiz soni ko'payib ketadi. Urganch aqlli shahar tizimining yana bir ahamiyatli tomoni, u orqali hududlardagi mahalla mas'ullarining faoliyati ham onlayn tarzda nazoratda bo'ladi. Yettilik vakillarining kundalik davomatidan tortib faoliyatigacha inson omilisiz onlayn platforma orqali nazorat qilinadi. Ko'rsatilgan yordamlarni legallashtirish natijasida qariyb 70% ga yaqin kambag'al oila a'zolari kambag'allik reyestridan chiqarildi. Qolgan 2800 ta kambag'al oila a'zolari har biri bilan individual ishlanib, ularning o'z xohish istaklariga ko'ra doimiy ishga joylashtirildi, imtiyozli kreditlar ajratildi va ssudalar berish natijasida hozirgi kunda Urganch shahar ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirildi. Shuningdek, Urganch aqlli shahar loyihasi doirasida shahardagi ijtimoiy soha obyektlari va ko'p qavatli uylarning issiqlik energiyasi ta'minotining monitoringi uchun ham raqamli tizim ishlab chiqildi. Agar harorat me'yordan yuqori yoki past bo'lsa, tizim avtomatik ravishda mas'ul xodimlar va rahbarlarga xabar yuboradi. Ilgarilari tarqoq holda ish yuritgan va o'zini oqlamagan
shirkatlar birlashtirilib, yagona tizim shaklidagi boshqaruv servis kompaniyalariga aylantirildi va ular ham Urganch aqlli shahar tizimi bilan integratsiya qilindi. Masalan, ko'p qavatli uylarda yuzaga kelgan har qanday nosozliklar haqida foto yoki video ko'rinishida kelib tushgan ma'lumot kompaniyaning mas'ul xodimiga yo'naltiriladi. Shu hududdagi mutaxassislar barcha zarur ehtiyot qismlari bilan borib, muammoni tezda bartaraf etadi. Fuqaro markazga muammo hal qilingani haqida xabar bermaguncha masala kun tartibidan chiqmaydi. Urganch aqlli shahar tizimidan foydalanmoqdamiz. Hozirgacha ko'p muammolarimiz hal bo'lmoqda. Masalan, svet o'chib qolsa yoki kanalizatsiya muammolari bo'lsa, gaz muammolarimiz bo'lsa, tezda xabar qilib ishlarimizni hal qilishga juda qulayliklar yaratildi. Urganch aqlli shahar loyihasi doirasida olib borilayotgan barcha harakatlar albatta o'z samarasini berayotgani quvonarli. Birgina misol, Urganch shahri hozirgi kunda mutlaqo ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylandi. Haqiqatdan ham juda ham zo'r natija. Chiqindi tashib ketishibdi. Boshqatdan yozamizmi? Yechimi bor. Keling, hozir mana shu jarayonga o'zimiz guvoh bo'lamiz. Ilovaga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. 3 daqiqa ham bo'lgani yo'qda, juda tez keldingiz. Chaqiruv tushganda shunaqa tez kelasizlarmi doim? Hamma vaqt tez kelamiz. Bir kunda nechta shunaqa chaqiruvlar bo'ladi? Kuniga 2-3 marta bo'ladi. Shahar obodligi, tozaligini ta'minlashda toza hudud davlat unitar korxonasining ahamiyati katta. Uning barcha texnik avtotransportlariga GPS o'rnatilgan bo'lib, chiqindilarni yig'ib ketish jadvali sun'iy intellekt orqali avtomatik shakllantiriladi va haydovchilar shu jadval asosida harakatlanadi. Shuningdek, chiqindi shoxobchalariga kuzatuvchi kameralar o'rnatildi. Ular chiqindi qutisi to'lganini va chiqindilar belgilanmagan joyga tashlanganini ham aniqlash imkoniyatiga ega. Shu orqali chiqindi qutilari nazorat qilinadi. Urganch shahar hokimligi huzurida tashkil qilingan mana shu Urganch aqlli shahar yagona axborot tahlil monitoring markazi tizimida mana shu deputatlarimizni faoliyatini raqamlashtirish, bir so'z bilan aytganda kengash faoliyatini raqamlashtirish maqsadida kengash moduli ishlab chiqildi. Bu muhtaram prezidentimizning mana shu raqamlashtirish sohasidagi siyosatini Urganch shahridagi ijrosini samarali ta'minlashni anglatadi. Shuningdek, Urganch shahridagi avtobus bekatlari joylashgan manzillarni onlayn ko'rish imkoniyati yaratildi. Avtobus bekatlariga quyosh panellari orqali ishlaydigan elektron tablolar o'rnatildi. Ular orqali avtobusning ushbu bekatga qachon kelishini ko'rish mumkin. Bu esa vaqtni tejab, mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, Urganch aqlli shahar tizimi zamonaviy texnologiyalar yordamida eskirgan boshqaruv usullaridan voz kechish va resurslarni xalq manfaati uchun maksimal darajada ishlatish mumkinligini namoyon etayotgan muhim qadamdir.